Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mavzumizni davom ettiramiz. Bismillah. O'zi iqtisod haqida o'qiyotgan edik. Oldingi videoda birinchi nuqtani o'qidik. Birinchi nuqtada qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, iqtisod va qanoatdagi foydalarni aytgan. Endi isrof va to'kin sochini esa hikmatga butunlay teskari va zid bo'lganligi haqida aytdi. İkinci nuqtani o'qiymiz. İkinci nükte, Fatır Hakim insanın vücudunu mükemmel bir saray suretinde ve muntazam bir şehir misalinde yaratmış. Fatır Hakim her bir narsani hikmat bilan qiladigan zot ve her bir narsani fitrat bilan yaratadigan bir zot insonning vücudunu mükemmel bir qasr tarzida ve nihoyatda intizomli bir shahar misolida yaratgan. Demak, hikmat nuqtai nazaridan qarasak, insonning vujudi xuddi mukammal bir qasrga o'xshaydi va intizom bilan ishlaydigan bir shaharga o'xshaydi. Ağızdaki kuvve-i zayikayı bir kapıcı. Asap ve damarları, telefon ve telgraf telleri gibi kuvve-i zayika ile merkezi vücuttaki mide ile bir medarı muhabberedir ki ağza gelen maddeyi o damarlarla haber verir. Endi ağızdaki tam sezish tuyg'usini bir eshikning altida turadigan bir qorovul kabi yaratib qo'ygan. Ya'ni til bu. Tamni sezadigan til. U xuddi eshikchi kabidir. Ya'ni vujudimiz bizniki bir shahar kabi bo'lsa yoki bir qasr kabi bo'lsa, albattaki ichga kirayotganlarni tekshiradigan bir qorovul kabidir. Endi asablar, ya'ni nerv va tomirlar, ular har qaysisi telefon va telegraf simlari kabi qilib yaratilgan. Demakki, quvva-i zoiqa tam sezish tuyg'usi bilan vujudning markazidagi oshqozon bilan bir xabarlashish vositasidir. Ya'ni til oshqozon bilan xabar oldi berdisi bor. Ya'ni kir deyotgan narsani tilga kelgan paytda til damini sezib oshqozonga xabar beradi. Oshqozon vujudimizdagi markazdir. Ya'ni vujudni boqish, vujudga rizq yetkazish nuqtai nazaridan markazdir oshqozon. Ağza gelen maddeyi, ana şu ağza kelgan maddani haligi tomirlar bilan, asablar bilan, nervlar orqali xabar beradi oshqozonga. Bedene, mideye lüzumu yoksa, agar badanga, oshqozonga kerak emas narsa bo'lsa, og'izga kirayotgan narsa yasaktır der, dışarı atar. Mümkün emas deb tashqariga chiqaradi. Ya'ni oshqozonga zararli bo'lsa yoki kerak emas narsa bo'lsa, ularni senga kirish mumkin emas deb sirtqa chiqarib beradi deydi. Bazen de bedene menfaat olmamakla beraber zararlı ve acı ise hemen dışarı atar, yüzüne tükürür. Hatta ki bazen bedenge foydasi bo'lmaslik bilan birgalikda ham zararli, ham achchiq bo'ladigan bo'lsa, u paytda hamon tashqariga chiqarib yuziga tupuradi deydi. Masalan, bir narsa achchiq narsa yeb qo'ysak, Alloh taolo bizning tilimizni shunaqa yaratib qo'ygan. Vujudga zarar narsalarni yoqtirmaydi til. Til ham uni noxush ko'radi. Shunday bo'lgan ekan, tufurib, sirtqa tashqarib tufurib tashlaydi deydi. Endi bunday qarasang, bir oddiy bir misolga o'xshaydi. Bir maktabda bir 4-5-sinfdagi bir o'quvchilarga aytiladigan bir misolga o'xshagani bilan, lekin bunda katta bir hikmat bor. Ya'ni hammamiz buni bilamiz. Ya'ni til bilan oshqozon orasida oldi berdi bor ekan. Ya'ni lekin mohiyatini tushunib, ichidagi haqiqatni idrok etish hammaga nasib qilavermaydi. Bu yerda muallifning maqsadi bu til bilan oshqozon orasidagi munosabatning orqasida turgan sir va hikmatni bizga izhor qilish, ya'ni haqiqatni ko'rsatish. Bundagi ma'no nida? To'g'ri, biologiya nuqtai nazaridan hammamizning xabarimiz bor. Lekin
iqtisodga, qanoatga, dinimizga qanday aloqasi bor? Mana shu yoqni ochyapti. Insonning sihhatiga qanday aloqasi bor ekanligini bizga tushuntirmoqchi bo'lyapti. Davom ettiramiz. Yaqinroq tozalaydi. İşte mana endi xullas deydi, madem ağızdaki kuvve-i zayika bir kapıcıdır, mide cesedin idaresi noktasında bir efendi ve bir hakimdir. Mademki ağızdagi dam seyish tuyg'usi til bir eshikchi ekan, oshqozon va jasadni boshqarish nuqtai nazaridan bir efendisi, ya'ni boshlig'i va bir hokimidir. O saray, ana shu saray, qasr yani. Ana shu o saraya veyahut o şehre gelen ve sarayın hakimine verilen hediyenin 100 derece kıymeti varsa kapıcıya bahşiş nev'inden ancak 5 derecesi muvafık olur. Ana shu qasrga yoki ana shu shaharga kelgan va ana shu qasrning hokimiga beriladigan hadiyaning 100 derecesi bo'lsa, 100 derece qiymati bor bo'lsa, eshikchiga beriladigan choy puli, ya'ni ana shu qilgan xizmatiga yarasha beriladigan qo'l haqqi sifatida beriladigan haq deydi, faqatgina 5 derece bo'lishi mumkin deydi. 5 dereceye muvofiq deydi. Ya'ni tilning haqqi 100 derecenin ichida faqatgina 5% tashkil qiladi deydi. Fazla olamaz. Bundan artığı bo'lishi mumkin emas. Taki kapıcı gururlanıp baştan çıkıp vazifeyi unutup fazla bahşiş veren ihtilalcileri saray dahiline sokmasın. Nega tilning haqqi 5dan oshib ketmaslik kerak? Bu yerda tilning haqqi deyotgani tam asli. Masalan, taom bor. Taomning ichida ozuqalantiradigan xususiyatga ega ozuqasi bor. Bu oshqozonga kerak bo'lgan jihat. Ham ayni paytda shu ovqatda tam bor, dam. Ya'ni lazzat bor. Bu lazzat bu tilning ulushi bo'ladi. Endi tilning oladigan ulushi 5%ni oshib ketmaslik kerak deyapti. Toki ana shu eshikchi bo'lgan til g'ururlanib, boshdan chiqib, ya'ni bebosh bo'lib, vazifasini unutib, ortiq choy haqqini bergan ihtilolchilarga, ihtilol degan isyon qiluvchilar, ko'tarilish qiluvchilar, qarshi keluvchilar degan ma'no biladi. Isyon chiqaruvchilarni sarayga, qasrga kirgizmaslik uchun. Ya'ni agar til erkalab ketadigan bo'lsa, til ko'p haq talab qiladigan bo'lsa, endi u paytda ovqatning ozuqalik jihatiga emas, balkim shirin emaslik jihatiga qaraydi. Til faqat shirin narsalarni kirgizadigan bo'lgani uchun, demakki zararli bo'lsa ham, lekin shirin bo'lsa bo'ldi deb kirgizaveradigan bo'ladi. Demak, inson shunday. Agar tilimizni biz erkin qo'yib bersak, tilimiz aqlimizga, me'damizga bo'ysunmasa, u paytda tilning aytganini orqasidan yuradigan bo'lsak, til har qanday shirin narsa bo'lsa bo'ldi deydi. Uning zarar foydasiga qaramaydi til. Shuning uchun tilni erkalatmaslik kerak. Til agar haddidan oshib bo'lsa, u paytda insonning vujudida ixtilol paydo bo'ladi. Ya'ni kirgan zararli taomlar shirinlik pardasi ostida kirib ketishi mumkin. Ya'ni shirinlik bilan yashirinib, ixtilolchilar, isyonchilar mana shu nihoyatda intizomli ishlaydigan shaharga kirishi mumkin. Shunda u paytda nima bo'ladi? Ixtilolchilarni shaharga kirgizmaslik uchun til g'ururlanmasi kerak. Til g'ururlanmaslik uchun unga beriladigan haq ko'p bo'lmasi kerak. İşte bu sırra binaen, xullas mana shu sirga binoan şimdi 2 lokma farz ediyoruz. Mana shu hozir endi 2 lokma, 2 parcha ovqatni yeyiladigan narsani faraz qilamiz deydi. Bir lokma peynir ve yumurta gibi mugaddi maddeden 40 para. Bir lokma bu peynir degani o'zbekchasi pishloq bo'ladi. O'rishcha sir, ya'ni o'rganib qolganmiz, hammamiz sir deb aytaveraylik. Sir yoki tuxum. Ana shunga o'xshagan zaharda qarasang bir damsiz, ana o'tgan lazzati ham bo'lmaydi. Demakki, ana shunday bir kabi, lekin juda ozuqali, ichi rosa ozuqali bo'lgan, foydali bo'lgan, insonni boqadigan, insonga ozuqa bo'ladigan
bir moddaki 40 para. 40 para degan aslida tiyin aslida tiyin. Tanga pullar bo'lardi oldin. Ana shu 40 para degani 40 tanga turadi. Diğer lokma, ikinci lokma ise en âlâ baklavadan, en âli baklavadan 10 kuruş olsaydı. Demek ki 10 kuruş demek ki bunun kattaroq pul. Ya'ni so'm yoki tanga o'xshagan narsa. Ustun pul demek ki undan qimmatroq baklava bo'lsinki u 10 kuruş deydi. Olsaydı. Bu iki lokma ağza girmeden beden itibariyle farkları yoktur. Musavidirler. Boğazdan geçtikten sonra ceset beslenmesinde yine musavidirler. Şimdi bu iki lokma ağza kirishdan oldin ve beden itibariyle hech qanday farq yo'q deydi. Teng deydi. Og'izdan tomoqdan o'tgandan keyin ham odamning tomog'idan o'tgandan keyin ham jasadni boqish nuqtai nazaridan yana baribir ikkovi bir deydi. Ya'ni ikkovining ozuqalik jihati birday. Mayli tuxum bo'lsin, mayli baklava bo'lsin, ikkovi narxi ikki xil, lekin ozuqalantirish nuqtai nazaridan ikkovi bir. Ya'ni og'izga kirishdan oldin va yutgandan keyin, oshqozonga tushgandan keyin ikkovining vaziyati aslida ikkovi bir. Belki bazen 40 paralık peynir, bazen ana şu 40 tiyinlik pişlak, yani sır, yana da daha iyi besler. Yana da yaxshiroq insonni ozuqalantiradi, boqadi. Yalnız ağızdaki kuvve-i zayikayı okşamak noktasında yarım dakika bir fark var. Fark faqatgina ağızdagi tilni razıqlaydigan, erkalatadigan 30 saniyelik, 30 sekundchalik fark var. Bo'ldi. Bundan boshqa farq yo'q. Vücudga foydasi jihatidan, nuqtai nazaridan aslida ikkovi bir. Yagona farq bor, ikkovining og'izdagi 30 saniyelik lazzatdagi farq bor. Ana shu lineyka qo'llansam ekan deb mana. Mayli lineykasam ketaveradi. Shuni ushlab mana qilishadi. Qalam yurgizavergandan ko'ra. Tak. Fark var dedi. Yarım dakikalık bir fark var dedi. Yani 30 sekundçılık fark var. Yarım dakika hatırı için yarım dakika için 30 saniye için 40 paradan 10 kuruşu çıkmak ne kadar manasız ve zararlı bir israf olduğu kıyas edilsin. Yani yarım minutlik lezzet için 40 tiyinlik nerseden 10 so'mlik narsaga chiqish qanchalik ma'nosiz va zararli bir isrof ekanligi qiyos qilinsin debdi. Agar masalan faraz qilik, agar buni dollar sentlar oladigan bo'lsak, faraz qilik, tushunish o'ng'ay bo'lishi uchun shunaqa qilch. Masalan 40 sent bu tuxum yoki sir. Endi 10 dollar esa 10 dollar turadigan bu boyag'i baklava bo'lyapti. Sen ana shu lazzatni deb, shirin narsani deb 40 sentlik narsadan 10 dollarlik narsaga chiqarishing xarajatingni. Bu qanchalik ma'nosiz, zararli ekanligini, zararli bir isrof ekanligini qiyos qilishing mumkin deydi. Mana shuni yana bu misolni shuning uchun aytib edi. Boya baklava, tuxum deb qayta-qayta aytayotganda ularga ham baho belgilayotgani, masalan shular odatda tuxumlar arzon bo'ladi baklavadan ko'ra. Yoki sirning o'zi ham baklavadan arzon bo'ladi. Shunday bo'lgandan keyin aytibdiki, o'zing qiyos qilib ko'rish mumkin deb. Shunda 40 sentdan 10 dollarga o'zing xarajatini orttirishing 30 sekundlik lazzat uchun shuga boryapsan deydi. Bu esa ma'nosizdir deyapti. Hem israf, zararli israftır. Şimdi saray hakimine gelen bir hediye. 40 para olmakla beraber kapıcıya 9 defa fazla bahşiş vermek
kapıcıyı baştan çıkarır, hakim benim der dedi. Endi dedi, saraydan hakimiga kelgan hadya 40 sent bo'lishini birgalikda eshikchiga 9 esa artıq çay pulu verishi eshikchini albattaki haddini oshiradi. Ya'ni bebosh qilib qo'yadi. Oxirida u eshikchi hokim benim deb aytadi. Men hokimman bu yerda. Men o'zim qaror qabul qilaman, men yechaman deydi. Bu kim kirib kim kirmasligini men o'zim yechaman deydi. Kim fazla bahşiş ve lezzet verse, kim fazla bahşiş ve lezzet verse onu içeri sokacak. Endi unday bo'lgandan keyin til haddidan oshgandan keyin tilni kim rozi qilsa shuni kirgizadi. Ya'ni shirin bo'lgan narsalarni kirgizaveradigan bo'ladi. Uning vujudga, oshqozonga foydasi bormi, yo'qmi, uga qaramaydi endi. Menga foydasi bo'lsa bo'ldi deydi. Til ana shunaqa bo'ladi tag'in. İhtilal verecek. İhtilalga sebep bo'ladi bu til. Yangın çıkaracak. Oxirida isitma oshadi. Ya'ni bu yerda qiyos bor. Yang'in deyapman. Asli pojar yang'in chiqadi deyapti. Yani temperatura ko'tariladi vujudda demoqchi. Aman doktor gelsin, hararetimi teskin etsin, ateşimi söndürsün dedirmeye mecbur edecek. Yani demek ki doktor kesin ve hararetimni ısınamni düşürsün, ateşimi söndürsün, alovimni söndürsün deb deyishga majbur bo'ladi. Yani shunga olib keladi, shuni dedirtadi. Til agar haddini oshib boshdan chiqsa. İşte xullas iqtisod ve qanoat hikmeti ilahiye tevfik harekettir. Endi mana shu vaziyatda iqtisod bilan qanoat degan narsa bu ilahiy hikmatga muvofiq harakat qilish. Demak, iqtisod bilan qanoatning belgisini, alomatini bizga muallif o'rgatyapti. Iqtisod bilan qanoatning alomati sening ilahiy hikmatga muvofiq harakat qilganliging deyapti. Qay darajada ilahiy hikmatga muvofiq harakat qilsan, shu darajada iqtisod va qanoat qilgan bo'lasan. Hikmatga teskari, ya'ni donolikka teskari, maqsad va murodga teskari bo'lsa, xatti harakating u paytda sening iqtisod va qanoating ana shu darajada uzoq bo'ladi. Baya boshda aytayotganim shu. Ya'ni jasadning markazi, ya'ni jasadni boqish nuqtai nazar, rizq yetkazish nuqtai nazaridan markazi bu oshqozon bo'lgani uchun oshqozonga kirayotgan ovqatning asl maqsad, murod bu vujudni boqish, vujudga ozuqa yetkazish asl maqsad. Endi tilda ana shu 30 soniyalik paytda, chaynagan paytda, og'izda ovqat chaynalgan paytda, maydalangan paytdagi shu paytdagi ish 30 sekundlik ish. Bu shu paytda bergan lazzat bu faqatgina bahona, bu ikkinchi darajali, uchinchi darajali narsa, lazzatlar. Biroq bizlar ikkinchi, uchinchi darajada turadigan narsani birinchi o'ringa qo'yib, asl maqsad axir qolib ketadi. Shuning uchun aytayaptiki, asl maqsad, ya'ni ovqat yeyishning hikmat asli sabab vujudni boqish edi. Bu ilahiy hikmatdir. Shunga muvofiq harakat qilsang, bu iqtisod va qanoat bo'ladi deyapti. Faqatgina lazzatli narsani yeb, u foydasi bormi, yo'qmi, kerakmi, kerak emasmi, u narsani hisob qilmasang, u paytda ilahiy hikmatga teskari bo'ladi. Kuvve-i zayıfayı kapıcı hükmünde tutup ona göre bahşiş verir. Demek ilahi hikmetga muvofiq harakat qilgan odam yig'ladi. Ana shu ta'm sezish tuyg'usini, ya'ni tilni eshikchi hukmida ushlab turib, ya'ni haddidan oshirmasa, sen faqatgina eshikchisan. Kelgan paytda shu paytda masalan 30 soniya ichida kichkina ulushini olishi mumkin, lekin haddini oshmaysan, undan ortiq talab qilishga haqqing yo'q deb ushlab turib, ya'ni aytganda kontrol qilish, tilni ta'qib qilish, kuzatib borish, uni ushlab turish. Ana shu ona göre bahşiş verir. Ana shunga yarasha haq beradi. Kim? İlahi hikmetga muvofiq harakat qilgan odam. Ya'ni iqtisodchi odam, qanoatchi odam tilni o'z haddida ushlab turadi. Isrof esa, ana endi isrof bo'ladigan bo'lsa, o hikmatga zid harakat ettiği için bayağı ilahi hikmetga zid harakat qilganligi uchun chabuk tokat yer.
tez shapalog'ini yeydi. Yani jazosini ko'radi. Mideyi karıştırır. Aşqazoni buziladi. Har xil narsani kirgizavergandan keyin, har xil shirin narsani yebergandan keyin oshqozon buziladi. İştihayı haqiqiy kaybeder. Haqiqiy ishtahani ham yo'qotib oladi. Haqiqiy ishtaha. Haqiqiy ishtaha aytadiki, bilma o'sh risolada aytarmidi, boshqa joyda aytarmidi? O'sh muallifning o'zining so'zi bor. Haqiqiy ishtaha haqiqiy ehtiyojdan kelib chiqadi degan so'zi bor. Haqiqiy ishtaha haqiqiy ehtiyojdan. Ya'ni oshqozon qarni achu kerak. Qarni ochmagangacha bu ehtiyoj bo'lib hisoblanmaydi. Bir narsani yegin kelishi bu ochliq emas. Bu masalan dam uchun ham yegisi kelishi mumkin masalanda. Isi uchun, dami uchun yegisi kelishi mumkin odamning. Bu haqiqiy ishtaha bo'lib hisoblanmaydi. Haqiqiy ishtaha ochlikdan kelib chiqadi. Haqiqiy ochlikdan kelib chiqadi. Ya'ni oshqozon og'rish kerak. Olimlar aytadiki, ochlikning belgisi deydi. Yani ba'zi bir olimlar bu ochliq haqiqiy ochliqqa ta'rif bergan olimlar ko'p. Men eng yengil darajasini aytaman. Undan ham og'irlari bor. Ochliqning alomati bu deydi oshqozonni og'rishi deydi. Oshqozon og'riy boshlaydi. Ya'ni ovqat talab qiladi. Ochqonlardan ana shu deydi. Oshqozon og'riy boshlaydi. Ovqat talab qiladi. Ana shu haqiqiy ishtaha bor. Oshqozondagi bir qandaydir ishdan kelgan bir og'riq bo'lmasa, ya'ni ovqatni talab qiladigan bir og'riq bo'ladi. Ochliqdan kelgan og'riq. Ana shu bu eng birinchi darajasi. Ana shu haqiqiy ishtahani bildiradi. Endi sen qarning og'rib qolgan, ochliq his qilyapsan, oshqozon, biroq tiling ovqat yegin kelgani uchun yeyishing bu isrof bo'ladi. Bunday qiladigan bo'lsang, ham oshqozonni buzasan deyapti, ham haqiqiy ishtahani yo'qotib olasan. Sen endi qarning ochgan ochmaganini bilmay qolasan. Chunki tilning istagiga qarab ketaversang, u yolg'on ochliq bo'ladi. Tennebu etimeden gelen sun'iy bir ishtihai kazibe ile yedirir. Ana shu har xil ovqatlarni yeyishdan, tennebu etime degan har xil ovqatli yeyishlardan kelib chiqqan, shunda paydo bo'lgan sun'iy yasanda bir yolg'on ishtihai kazibe deydi. Yolg'onchi bir ishtaha bilan yedirtadi deydi. Til ana shuni bizni aldaydi. Yegim kelyapti degan hisni bizga beradi bu komandani. Biz shunki bor men yegim kelyapti, shuni yegim kelyapti degan paytda har qanday odam o'yiga birinchi keladigan qarni ochdi ekan deb o'ylaymiz. Halbuki qarni ochmagan ham bo'lishi mumkin odamga. Faqatgina sening tiling hozir shu narsaning damini ko'rgisi kelyapti. Halbuki sen qarning och emas. Keyin yana bunun davomida bor, keyingi nuqtalarda buning o'lchamlari bor, muddati bor, qancha ikki ovqatning arasi qancha bo'lishi kerak. Ben batafsil tushuntirgan, men hozir oldinga o'tmayman. Chunki uni o'qiymiz inshaalloh, Alloh nasib qilsa. Shunday. Xullas, har xil ovqatlarni aralashtirib yeganlikdan, masalan, shirin ovqatlarni masalan, kelib chiqqan, ana shundan kelib chiqadigan bir yasanda yolg'on ishtaha bilan yedirtadi deydi. Chunki inson har xil shirin narsa yeb ko'rgisi keladi, aralashtirganlikdan bu ne bo'ladi? Yediratadigan og'irlar hazmsizligiga sababiyat berar. Oqibatda hazmsizlikka sabab bo'ladi. Chunki har xil ovqatda ba'zi ovqatlar bor, kelishmaydi. Ana shu ovqatlar har xil ovqatni aralashtirgandan keyin uning ichida bir-biri bilan chiqishamaydigan, bir-biriga zid bo'lgan taomlar bor. Masalanda, shunday bo'lgandan keyin bu oshqozonni buzadi, hazm bo'lmaydi, xasta eder, kasal qiladi insonni. Insonni kasal qiladi. Ikkinchi nuqtamiz bitta. Inshaalloh keyingi videomizda 3-nuqtani o'qiymiz. O'sha mavzu bo'yicha agar savollaring bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Tushunmagan joylaring bo'lsa, keyingi videoda inshaalloh shu savollarga javob berib, keyin 3-nuqtaga kirishaman inshaalloh. Keyingi videoda uchrashguncha assalomu alaykum va rahmatulloh.